Bilasizmi, maktab va kollej bufetini eslatadigan yumshoqqina tvorogli bulchkani oddiygina suvdan tayyorlashadi. Siz videoga bittagina like bosing, birgalikda tayyorlaymiz. Idishimizga iliqdan issiqroq 1 stakan suv, droji, shakar va 1 donagina tuxumni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Oldindan elangan 3,5-4 stakan un va yarim choy qoshiq tuzni solib, qo'lga yopishadigan yumshoqqina xamir qorib olamiz. Qorilgan xamirimiz ustiga ozginagina sariyog' yoki margarinni eritib qo'shamiz va bir xil massa bo'lgunigacha yaxshilab xamirimizga ishlov beramiz. Ustini strech bilan yopib, taxminan 1 soatga oshirish uchun issiq joyga olib qo'yamiz. Ichiga nachinkani xohishga ko'ra tayyorlasangiz bo'ladi. Men bugun tvorogli nachinka qildim. Tvorogga bittagina tuxum oqi, ozginagina shakar solib aralashtiramiz. Tuxum sarig'ini esa ustiga surish uchun olib qo'yamiz. Eslatib o'taman, videomiz bosh homiysi Albino brend Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilayotgan sifatli idish tovoqlar. Oshib chiqqan xamirimizni o'zimizga kerakli zuvalachalarga ajratamiz va har birini juva yordamida yoyib, ichiga nachinka solamiz. Videoda ko'rsatilgan ko'rinishda tugib olamiz va pergament solingan listimizga qo'yib, tuxum sarig'ini surtamiz. Sekinda vilka yordamida chiroyli uzorlar qilib chiqamiz. Oldindan qizdirilgan 180-200 gradus duxovka pechimizda ustilari, teglari qizarib chiqqunigacha pishirish uchun yuboramiz. Tayyorlanishi juda ham oson bo'lgan, yoshligingizni eslatadigan bu bulchkani albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha!